Qora hijron. Assalomu alaykum muhtaram anglag'uchi. Siz yostiqni qirlab, ko'zingizni yerim yumgan holda, o'zingizni karvatga, o'y fikringizni ün alg'oga asir qilib qo'yib, yozning taloy kashkirmas kunlarini, qishning nurg'un zerikishlik tunlarini o'tkazgansiz. Turlik naqshi muzikalarning huzuri bilan balkim kayfingiz xeyli ko'tarilib qolgandir. Biroq buninglik bilan ma'naviy tashnoligingiz toza qinibmi ketmagandir. Chunki ko'ngilning qulubi 9'muş. Uni to'liq ochay desangiz, yana ba'zi oshqushlarga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. U oshqushlarning biri dunyodagi eng chiroyli narsa she'rdir. Agar ishonmasangiz, she'r haqidagi bu nasriy she'rni anglab beqing. She'r marjon emas, yipqi tizib qo'ysa turaveradigan yoki loy emas, quloqni tutib eshitsa bo'laveradigan. She'r hikmat emas, ko'zni yumib olib o'qisilib bo'laveradigan yoki mato emas, dukan qurib to'qisilib chiqaveradigan. She'r kashta emas, rangdor masht bilan lotiga tikib qo'yadigan yoki surat emas, qog'ozga sizib qo'ysilib bo'laveradigan. She'r hem husni, hem purg'i, hem tikini, hem yopirmig'i bor gulga o'xshab ketadi-ki, husni bilan dilni o'ziga mabton qilar, purg'i bilan jonga rohat va huzur baxsh etar. Ishq ahli uni quloqqa qisar yoki guldasta yasab jononiga tutar. Yov to'ng'iz tumshig'ini takkizsa, tikini uning burniga sanchilar, hatto burnini qanitar. She'r osmondagi yulduz emas, kechasi poqirab ko'ringan bilan na issig'i, na yo'rig'i tegmaydigan. She'r xuddi bir mash'aldirki, kecha zulmatida insonga yo'l ko'rsatguchi yoki bir gulxondirki, poyonsiz dashlarni yo'ritib, so'g'din titragan tallaga orom berguchi. She'r cho'ldagi olqin emas, gohi ko'l, gohi daryo, gohi shahar, gohi giyo bo'lib ko'ringan bilan qo'g'lab yetkilib bo'lmaydigan. She'r bir qaynon buloqqa o'xshaydi-ki, tashnalarga orom, dardmanlarga davo, bemorlarga shifo, g'amkinlarga shodlik, ojizlarga umid va kuch baxshatguchi. She'r allay naqsi emaski, anglagan siri o'kdak bosadigan. She'r bir guldirmomidirki, uning ovozi jahonni titritib, xomush ko'ngillarni uyg'otqay, kishini sag'ir qilib jangga undagay, abadiy hayotga chaqirg'ay. Tayinliq shoir to'g'risidagini anglab eting. Shoir qog'i emas, ko'ringan daraxtga qo'nib olib qoqildaveradigan. Shoir xuddi tong to'g'isidirki, kechachi tongni chillab tinmas. Tong otganda elni ishqa, hayotga, emgak va ijodga undar. Shunga kishilarning oltin qoras haqida qissa rivoyatlar to'qishi, shahar darvozalari bilan qasr ayvon munorlarining ustiga uning haykalini o'rnatishi hargiz tasodifiy emas. Halbuki jahon bo'lgandan buyon hech kim texi qog'ining haykalini o'rnatgani yo'q. Shoir to't qush emas. Nimani o'g'atsa shuni to'g'raydigan yoki umr bo'yi to'g'rashdan bo'lakni bilmaydigan. Bu yerda ulug' Ozarbayjon shoiri Fuzulining
Мұның бейтini әсләп өтіш орынсыз болмас. Qara toshın əgər qon birlə rəngin əyləsən, rəngi təğyir bolur, amma lə'l bədaxşan olmaz. Tutığa təlimi adayı kəlimat əyləsən, nutqi insan bolur, amma özü insan olmaz. Şair chin ma'nosi bilan bulbuldur. Bulbul hech qachon boshqa qushlarni doğurmaydi. Boshqa qushlarmi bulbulni hargiz doğrayamaydi. Chunki bulbulning o'z tili, o'z so'ygusi, o'z tafakkuri va o'z tuyg'usi bor. Shoir kepinak emas. Ko'ringan gulning hammasiga farqsiz qo'nib, huzur halovat ilishni biladigan. Shoir chiroq parvonasidirki, halok bo'lishni bilib turib, o'zini o'tga urg'uchi. Shoir shoh va sultonlarning nozu ne'matga to'lgan dasturxonlari atrofida cho'gilib yuradigan yoki zohidlarning etigida xurildab yotadigan mushk emas. Balki poyonsiz dashlarda erkin kezib yuradigan tamosiz arslandurki, uning bir ho'kirish bilan tog'u toshlar zilzilaga kelib, tulki bo'rilar o'shini yiqqan. Podshoh Nikolay ustalga bir mush urganda bütün o'g'irda ichi titrab ketadi. Lev Tolstoy ustalga bir ursa, bütün Rossiya zilzilaga keladi degan rivoyat mubolag'a bo'lmasi kerak. Chunki Lev Tolstoy she'r yozmagan bilan chin shoir edi.